أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli qardaşlar, biz bugün dərsimiz Al-İmran surəsinin 65-ci ayətə gəldik. İlgirki ayətlərdə biz əhli kitablarga bulubmu Xristiyanlarga ularning bir qism şübhələri haqqında ayətlər məzmununda bayan qılınğan delillər bilan ularga rəddiyə qaytarğan məzmunlarını oxuğandı. Bugünkü dərsimizdə əhli kitab, yəni Yahudi bilan Xristiyanlarınki bəzi batıl davası, xata fikirlərinə ayət içindeki məzmunlarla rəddiyə verimiz. 65-ci ayətdə Allah Subhanahu wa Ta'ala şuna deyir: "Estağfirullah. Ya ehlel kitab lima tuhajjuna fi İbrahim ve ma unzilet Tevrat vel İncil illa min ba'dihi afala ta'qilun." Yani ehli kitap ve Hristiyanlar özününki növbətdə kitapatqan yolununki haq yol ekanligini isbotlash uchun İbrahim alayhissalomni o'zlariga nisbat berishdi. Hristiyanlar İbrahim alayhissalomni Hristiyanni deydi, Yahudilar İbrahim alayhissalomni Yahudi deydi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bulardan so'rayotdi: "Ey ahli kitob, nimishqa İbrahim haqida munozirlasizlar? Nimda İbrahimni o'zinglarning qilmoqchi bo'lasizlar yoki o'zinglarni İbrahimga tava mansub qilishga urinsizlar? Halbuki Tevrat, İncil İbrahim alayhissalomdan keyin tushgan, Yahudiyat degan o'qim, Xristiyaniyat degan o'qim İbrahim alayhissalomdan keyin o'tirib chiqqan maydonga kelgan o'qim bo'lsa, afala taqilun, ajaba aqlingni ishlatib topmoqsiz?" Ya'ni Alloh Subhanahu va Taolo bulardan so'rayapti: "Nima uchun bu qadar munozirlasizlar?" Xristiyanlar, Yahudlar ahli kitobning ichidagi o'zlarini Musa alayhissalomning biz agash kuchilari ummati deb qaraydi. Xristiyanlar İsa alayhissalomning agashchilari deb qaraydi. Mushunda o'g'anligi aniq turib, ya'ni İbrahim alayhissalatu vassalamni hali Yahudiyati deysizlar, Yahudilar, hali Xristiyanti deysizlar, Xristiyanlar. Musa alayhissalom degan qachon kelgan? İsa alayhissalom qachon kelgan? İbrahim alayhissalomchi. İbrahim alayhissalatu vassalamninki bütün payg'ambarlarninki atisi degan bir nomi ularning o'zlarining yo'llarini to'g'ri chiqarishga qiziqtirib olgan gap edi-ku. Bundakinki ayette 66. ayette: "Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu ve antum la ta'lamun." Ahli kitobga nisbatan ig'ir darajada raddiya bu. Tamam. Sizlar mana sizlar bilim bor deb qarayotgan tarafingizda munoziralashinglar ma'qul. Ama uqmayotgan ish to'g'riliq, nim deb munoziralashsizlar? Sizlar qashangdagi Tevrat bilan tamam dalil fakit keltiringlar, Tevratdan o'zgarmay qolib qolgan qismi bilan İncilning o'zgarmay qolib qolgan qismidan munoziralashinglar tamam. Endi akilib asli bilmayotgan, sizdan ilgirki, sizga g'ayb bo'lgan ishlar haqida xuddi biladigandak so'zlash, biladigandak munoziralash bu nereden keldi sizlarga? Vallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masalaning qanday ekanligini Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. İbrahim meselesi alayhissalom. Onun ilgirki peygamberlerin meselesini siz okumaysızlar onu. Ondan keyingi oyatda qarindoshlar 67. oyatda makan Allah Subhanahu va Taala gapni kesdi. Mesela kisiplamdan dedi: "Ma kana İbrahim Yahudiyan ve la Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima ve ma kana minel müşrikin." Yani İbrahim aleyhisselam, İbrahim Yahudi emasdi, Hristiyan emasdi, ama İbrahim hanif musulmandı. Yani doğru yola çıkan bir musulmandı. Ve ma kana minel müşrikin, müşrik emas idi. Yani ayet inip oturup koyduk İbrahim aleyhisselam sizda vaqandak Yahudi emas. Çünkü ilgirki ayet degandek Yahudilik İbrahim alayhissalomdan keyin maydonga kelgan ahvol. Xristiyan mu emas? Çünkü Xristiyanlik mu İbrahim alayhissalomdan keyin kelgan ahvol. İbrahim bo'lsa hanif, muslim. Yani ki hanif ibarasini men hanif deyapman arabcha. Nimishqa? Hanif asli lug'at ma'nida bir yo'ldan chetnab chiqqanni, aslidagi xato yo'ldan chetnab chiqqanni hanif deb ataydi. Yani hanifning o'zida ma'no jihatda bir qayrilib chiqqan bir ifoda bor, tuz emas. Ama bu yo'lning asli atalg'usi burundan tortib ihdinas siratal mustaqim deb tuz yo'lga
to'g'ri yo'lga başlasın deb mustaqim bir dalil tutib olma bizga tavaqqa yo'lninki. İbrahim alayhisolamni Alloh subhanahu va taolo Hanif deb ifodaladi. Hanif tuz manga yo'l emas. Ammo ma'lum bir yo'ldan chetnab, igilib, masalan, qayrilib chiqqanni, ya'ni agib chiqqanni Hanif deydi. Nima uchun İbrahim aleyhissalatu vesselam'ni bu yerda mustaqim yo'lda mangan, to'g'ri yo'lda mangan, tuz yo'lda mangan deb mana şekilde ifodalamay, boshqa shaklda Hanif, ya'ni qayrilib chiqqan deb ifodalaydi. Desa, ikki xil ma'noni ifodalamoqchi. Hanifning bayatdan deganimizdek asli so'z ma'nisidan qaragan vaqtida mana bir uqum chiqdi bu yerda. Mesela Hanifning so'z ma'nosini texmi inchikilsak, asli Hanif jamiyatda bir xato ish o'mlashib ketdi. Ma'ni aniq anglab so'zning lug'at ifodalanishini. Bir xato ishni bir umumlashib ketib, butun jamiyat buni qabul qildi. Hammasi to'g'ri deydigan bir havo shakllandi bu ishga nisbatan. Amaliyotda xato. Butun jamiyatdagi hamma odam to'g'ri deb qarab qabul qilib ketgan bir xatolikdan bir odamningki shunda qayrilib chiqishi boshqalarga nisbatan hamma odam ketayotgan yo'ldan ayrilib chiqib olgandek bir xil uqumni ifodalaydi. Alloh bu yerda İbrahim alayhisolamning yo'lini mustaqim yo'l, masalan tuz yo'l, to'g'ri yo'l deb ifodalamay Hanif deyishi bizga shuni tasvirlab bermoqchiki, İbrahim alayhisolamning davrida butun jamiyat xato yo'lga kirib ketgan. İbrahim alayhisolam bu xato yo'lning o'zi yolg'iz holda, Hanif normalda onun qo'llig'i tushib qolsa, jamiyatda buning yo'lini to'g'ri deydigan bo'lib qolsa, Hanif. Ma hammadan ketayotgan yo'lning hammani o'zining to'g'ri deyotgan xato yo'lini ayrilib chiqqan odam xatodek tuyg'ulab qolgan vaqtda Hanif bo'ldi. İbrahim alayhisolam dal mashta bir sharoitda boshqalarning yo'lidan ayrilib chiqqan. Ya'ni o'z qavmining shu vaqtdagi xatolikning umlashib ketgan bir xatolikdan, umlashib ketgan buddistlikdan qayrilib chiqqan muslima. Oxirida Muslim, biz ilgili derslarda tushunib o'tdik, Muslim butunlay o'zini Allohga topshirgan. Allah qildisa qiladigan, qilmadisa qilmaydigan, qildisa qiladigan, qilmadisa qilmaydigan mushtaq bir ma'noni ifodalaydi. O'zini topshiruvchi, butunlay itoat qiluvchi degan ma'noda. Endi eson bo'lsin, hergiz ba'zilar Hanifning asli so'z ma'nosi qayrilib chiqqan degan so'zni tutquliq qilib olib, İbrahim alayhisolam to'g'ri yo'lda mangmagan degan gapni keltirib chiqishi mumkin ba'zilar. Chunki shariatshunoslar bu haqda hujumlarni to'xtatmaydi emasmi? Esonlar bo'lsin, Alloh payg'ambarlarni noto'g'ri yo'llar bilan qana qilmaydi, avatmaydi. Cho'qim qalbi sap imani yüceridan tarakkib topgan. Ya'ni qalbida, odat insonning qalbida esonlar bo'lsin, menda bir ikki xil ish bo'ladi. Buni biz nafsi deb ataymiz Uyg'urchada. Nafsning kayniga kirmaydi deymiz. Odatda nafs ikki xil bo'ladi. Birisi insonni davomli qilgan ishiga eskartib turadigan. Hey, sen shuni qilamsan. Mushunda xato ishni qilamsa, a ish xato, ma ish to'g'ri. Ani qilsang bo'ladi, mani qilsang bo'lmaydi degan shakldagi odamni qilgan xatoligiga ayblab turadigan bir nafs bo'ladi insonda. Buni biz nafs lavvama deymiz arabchada. Yana bir nafs bo'ladi, insonni davomli xato tarafga tortib turadigan, yomon ishlarni qilishga qiziqtirib turadigan bir nafs bo'ladi insonda. Bu nafs insonni xatolik yetaklik qilish nafsi bo'ladi. Ham inson mush ikki nafsningki kontrolligi, tangfonligi ostida yashaydi. Agar insonda halaqallavama, insonni davomli xatoligiga eskartib turadigan nafs to'lab kelsa, yo'qolib kelsa, ma inson tamoman xatolikka cho'kib ketadi. Qachonki mau kuchaygan vaqtida, nafs kuchaygan vaqtida inson to'g'ri yo'lni topadi. Biz bayatdan qoyatni shuni topdikki, İbrahim alayhisolamning yashagan jamiyatda butunlay xatolik, yaxshilik qatorida e'tirof qilinib ketgan bir jamiyat. İbrahim alayhisolam shunday bir sap qalblik insonki, İbrahim alayhisolamning nafsidagi lavvama nafs shunchalik kuchlikki, Allah İbrahim alayhisolamga bu vazifani tushirgan payg'ambarlik vazifasini shu vazifaning turtkisida va qalbidagi nafs lavvamaning kuchining turtkisida İbrahim alayhisolam
bütün cemiyetdeki karşı şekilde, bütün cemiyeti ketayotgan yol, öz yaşayotgan davr yaşayotgan bütün kişiler to'g'ri deb itiraf qilayotgan yo'ldan o'zi yolg'iz şekilde ayrılıp qana qila olgan, chiqa olgan. Buning o'zi oyatdagi Hanif. Adem Aleyhisselam'dan tatip ta kıyametga kadar insan ve insanın çoğaltılgan şekli olan cemiyet şu şekilde oldu. Yalnız insanda mı iki narsa oldu. Birisi yamanlıkka çağırıcı nefs. Yani birisi yamanlıkka agahlandırıcı nefs. Cemiyet mi şunda oldu ki cemiyette yamanlık tarafı tatıdığan bir birlik insanlar oldu, bir top kişiler oldu ve yaxşılık tarafıga cemiyetini tatıp mağdığan, yamanlıkın esker tutturduğan bir top kişiler oldu. Esanlık olsun, ümmeti Muhammediye'nin ilgiristik ümmetler. Kanuniyet cihette, qandaqdı, bir peygamber keldi, xalqiga yaxshilik yomonlikni tushundirdi, xalqi normallashdi, zamonlar o'tdi, bulardagi qalbidagi yomonlik tarafiga tortadigan hujayra kuchayib, jamiyatdagi yomonlik tarafiga chaqiradigan to'plum kuchayib, yaxshilikka chaqiradiganlar asta shamga o'xshash o'chib tugaydi. Başta ilgili ümmetin prensibi. Ama ümmeti Muhammediye'de Peygamber Aleyhisselam'dan keyin peygamber kelmeydigan boğaçqa. Peygamber Aleyhisselam'dan keyin peygamber kelmeydigan boğaçqa. Ma ümmetinin karakteride şu urullaştırılgan ki şahsdimi iki nefs yok olmaydı inşallah. Ve bu ümmetinin içidimi iki xil toplum asla yok olmaydı. Birisi yaxşılıkka çağırdıgan top, yeni birisi yamanlıkka çağırdıgan top. Bu şekilde devam kılıdı. İlgili ümmetlerde şunda bir millette, bir ümmette yaxşılık çığı ötkenden keyin derhal asman hareketke keldi. Yani yeni bir peygamber evet etti, yeni bir kitapçı gözetti. Bu şekilde ama ümmeti Muhammediye'de degenimde onda asmanın işe takaldı. Bundaki peygamber kelmeydi. Vazife kimge artıldı? Ümmeti Muhammediye'ge atıldı. Şunda ümmet hatalasa bunu tüzeydiğen bir top kişiler çıkıyordu ve tüzeydi esleki kılıyordu. Yani hatalaşıdı, tüzeydi esleki kıldı. Bu şekilde mağadı. Yani ayetin özüge kayıtkanımızda İbrahim Aleyhisselam cemiyette umumlaşıp ketken hatalıktan çıkan. Şuna ayette Hanife deb süpetlenişinin sebebi bu. Hanifning ma'nosi bu yani. Biz tarjima qilgan vaqtda to'g'ri yo'lda ma'nosi tarjima qilaverdi. Tushunishlik bo'lsin uchun asli ma'nosi hammadan ketayotgan yo'ldan ayrilib chiqqan, qayrilib chiqqan degan ma'noda. Bu bizga o'z vaqtiga jamiyatningki batiliga to'lgan bir jamiyat ekanligini, Ibrohim alayhisolamning mushu batiliga to'lgan jamiyat o'zi yolg'iz bu yo'lda haqiqat yo'lga ayrilib chiqqanligini bizga ifodalab berdi bu so'z. Hamda ayetning mazmun 5'ida ayetning 5'ida İbrahim Yahudi emasdi, Hristiyan emasdi degan so'z bayatni deganimizdek İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberlarning otasi yuqori alohidlik bilan peygamberlarning namunasi hatta biz kichik vaqtimizda sen kimning millatini ummat qavmi bilan sen kimning millatidan desa İbrahim Halilullohning millatidan deydigan bir ügütlatdi. Yani bu nima demek desa İbrahim Aleyhisselam bütün tevhid yolunu Allohga ibodat qiladigan bu yo'lninki başlamçısı hesaplanıyordu, peygamberlerin atsı hesaplanıyordu. Yahudiler bu yüzünden İbrahim Aleyhisselam'ı Yahudi deb tariflese, Hristiyanlar İbrahim Aleyhisselam'ı Hristiyan deb tarifleydi. Allah meseleni kesti. Yani İbrahim Aleyhisselam'ınki Yahudi oluşu asla mümkün emas, Hristiyan oluşu asla mümkün emas. Nima uchun? Çünkü Yahudilarınki Tevrat'ını qanda özgertkenligini, Allah'ın talimatını qanda almashtırayotganligini biz bilimiz. Hristiyanlarınki özünün peygamberligi nimalarni qilganligini, İncillarni qanda özgertkenligini onu bilimiz. Peygamberlik mensubiyeti, peygamberlik mirası qandaqdır? Qan yoki millat til münasebeti bilan bo'lmaydi, yo'l munosabati bilan bo'ladi. Yahudilarning o kadar o'zgartib o'tishlari, xatolashlari, Hristiyanlarning o kadar xatolashlari İbrahim Aleyhisselam bilan hargizmi bir yo'lda bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Chunki İbrahim Aleyhisselam qandaqdi? Hristiyan Yahudilarga o'xshash xatolikqa petib ketgan emas, balki xatolikqa petib ketgan bir jamiyatning o'zining to'g'ri yo'lini tepib, qayib, o'zining to'g'ri yo'lini topa olgan Hanifdi ve muslimni bayatını tushundirdim, o'zini butunlay, o'zining cho'lg'urini
Allohga topshirgan. Bu nima demak? Bu yo'lda manda bir prinsip bor qarindoshlar. Musulmon degandan keyin bir narsani tushunishimiz to'g'ri keladi. Bu yo'l qil va qilma prinsip asosidagi yo'l. Musulmon degan kim u degan vaqtda musulmon degan qil prinsipini davomli qiladigan, qilma prinsipini qilmaydigan odam musulmon bo'ladi. Bu nuqtadan Odam alayhissalom musulmon, chunki qil qilma prinsipiga hayotida zaminda uyg'unlagan, tatbiqlagan. Nuh alayhissalom musulmon, Muhammad alayhissalom uchun butun payg'ambarlarning hammasi hayotida o'zining hayotida mangan yo'l nima desa, Allohning qil deganlarini qilgan, qilma deganini qilmagan. Ummati Muhammadiyam dal shu prinsip bo'yicha ma'noda cho'nglashqa hammalar nima deb atalamiz? Musulmondir. Yani muslimning ma'nosini yana bir qitim aniq bo'lsin uchun takrorlay, o'zini butunlay Allohga topshirgan, qilma ta'limotiga 100% uyg'unlashgan. Ya'ni qilni ikkilanmasdan qabul qilgan, qilmani ikkilanmasdan qabul qilgan kishi musulmon. Shunda bir millat musulmon millat, shunda bir jamiyat musulmon jamiyat, shunda bir davlat musulmon davlat bo'ladi. Demak, Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinki musulmon degan ismga nail bo'lishi, sharaf bo'lishining sababi chunki Peygamber Aleyhisselam'dan keyin payg'ambar kelmaydi. Bu ummat, Rasulullohdan keyingi ummat Allohning biz yuqori degandek qilma prinsipini o'zining aqida sifatida qabul qilib, hayotida tatbiqlaydigan ummat qiyomatgacha mushu prinsipni chetmaydigan ummat bo'lg'achqa, ma ummatning ismi musulmon degan faxrlik nomiga erishgan ummat bo'ldi. Amaliyat Odam alayhissalomdan ta qiyomatga qadar Allohning tatbiqini, buyruqlarini, ta'limotlarini o'rindigan, hayotiga tatbiqlaganlarning hammasi musulmon deb ataladi. Depolup meselenin karakterini Allah subhanahu wa ta'ala bayan kılıp davatıdı. İnne evlen nas bi İbrahim'e lellezine ittaba'uhu ve hâden nebi vellezine amenu vallahu veliyyul mu'minin. Şimdi sen belki üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın nesliyle tutaştırışın mümkün. Biz degan palanın nasibi, palanın pukunun 10-cı nervisi deydigan. Ya ki büyük adamlarga o'zingni bog'lashing mumkin. Ammo davozda Allah subhanahu va taolo oyatda kishilarning İbrahimga mansub bo'lishga eng loyiq bo'lgani kim desa, ergashganlar. Mana ma payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam va iymon etgan mu'minlar. Alloh mu'minlarning egisi. Esingizda bo'lsin, ilgirki payg'ambarlar cheklik bir millet, çeklik vakit, çeklik zaman, makan dairesinde evetildi. Musa Aleyhisselam desek Beni İsrail'e evetildi. İsa Aleyhisselam şu Beni İsrail'e evetildi malum dairede. Ama Resulullah'a kelgen vaxtida Resulullah umumi insanlığa peygamber evetildi. Vaqt münasebeti bilen ta kıyamet günü kadar peygamberligi kuchga ega shaklda avatildi. Yani Rasululloh payg'ambarlarning elchilarning oxirgisi deymiz. Bu ummatlarningki nimasi deymiz? Oxirisi deymiz. Abu Hurayradan kelgan bir hadis, bu Buxoriy Muslim rivoyat qilgan, buni bizga izohlab berdi. Rasululloh shu vaqtda o'zidan ilgirki payg'ambarlarni masalasini selishtirib davotdi. Men bilan ilgirki payg'ambarlarning masalasi manda masalaga o'xshaydi. Bir misol oldi Rasululloh. Bir o'ydan birini soldi bir kishi. Qattiq güzel saldı. Hem tarafı tamamen pütüklük, illa ki bir tarafı pütüksüz. Yani onun bir tarafı da bir kem, kisek bayağı var. Yani şundan kişiler da qarab bakıp bu öyge hayran kılıp, mesela öy uluna qattiq üzgüt mehliya kılıp, ama dişidir ki mişel bir kisek kemken, muşu kisekni kuyuvetken bolsa, bu öy pütüdükken dişidir. Mana bütün din muşu öyge okşaydı. Ahirki kisek men bütün dinninki bir tuluqluğuchisi, en ahirqisi deganni ifodalab hadisdagi da'votidir. Endi İbrahim Aleyhisselamni Yahudi degan vaqtida, İbrahim Aleyhisselamni Hristiyan degan vaqtida İbrahim Aleyhisselamning payg'ambarlarni otisi ekanligini dalil qildi. O'zining nasab jihatda İbrahim Aleyhisselamga bog'langanligini dalil qilishdi. Ammo Alloh bu yerda aytadiki, payg'ambarlarning mirosi ne onun qanığı münasebetsiz,
Ne onun nesibiga münasibetsiz, ne onun tılığı münasibetsiz. Belki peygamberlerin mirası bunun yoluğu münasibetlik. Bu peygamber mangan yolga ergeşkenler şu peygamberge mensup bulalaydı. Yani ma peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun ümmeti İbrahim aleyhisselam'ın yolunu tutmangaçka bula İbrahim'e mensup. Ama sizler şu sizler özgertip ettiniz. Yoldan çıktınız sizler. Şuna bu davaya akmay. Ayette mi? Sur Bakara'nınki 124. ayette kırılmışlar. Manda bir ayet var. Manda bir vakalik var. Ve izibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe'atemmahun. Allah subhanahu ve taala İbrahim aleyhisselam'ın nurgun imtihan sınaqla sinidi. İbrahim aleyhisselam hem imtihan sınaqını tuluq ötdi. Şu vaqtda men sizni kişilerge rehber qilman dedi. Yol başçı qilman dedi. İbrahim aleyhissalatu vesselam deydi şu vaqtda dinga bo'lgan mehr muhabbet hirismenlike tup minin avladımdan ço ve min zurriyeti. Bulamı dinin rehberi olandı. Çünkü İbrahim aleyhisselam bütün kelgen buyruqlarını en mükemmel şekilde ada kıldı. Baştan ahırı. Vaqt münasib vaqt qısa vatıdı ama eğer diş doğup kalsa İbrahim aleyhissalatu vesselam'nınki otqa taşlanış vakası, üzünün bütün cemiyetideki hemmeden yüzünü ketip atkan yoldan yalğız haletde, yekki haletde ayrılıp çıkış vakası, andinkin ayalı sülen balısını Allah'ın buyruğu olan bir qakas çöllükte qopquyoş. Bunuğa insan çıdaş gerek. Bu bir çok imtihan sınav. Bu vaqa. Ondan kin Kabe'ni silish vaqası. Aqallisi Kabe'ni sağğa vaqtida bu yetkişek sahası vazifesi ada olabdı. Maqamı İbrahim deb atıladigan taşını qo'yib, üzünün buydunu igiz qilib, en mükemmel bir şekilde ada qildi. Muşlarning hammasini ada qilib bo'lgan vaqtda Allah İbrahim aleyhisselam'ın ko'rsatgan bu neticelerini bahalagan yakşığa mukafat şekilde inni ja'aluka lin-nas imama. Men seni kişilerge rehber kıldım. Bütün insaniyet sana ergişidi. Diyen vaqtida İbrahim aleyhissalatu vesselam özünün dini ve evladığı bolgan gayreti, yani hirismenlik tüpeledi. Menin evladımdın çu, men ölgendin keyin çu. Bunun cevabı Allah dedi ki la yanalu ahdiz zalimin. Mesele evlad, nesep, kan, til meselesi emas. Mening bu işim zalimlarga tegmaydi devadı. Bu yolga zalimlar mirasxo'r bulanmaydı devadı. Üzgü zulm qilgan, yo'ldan chaniganlar, xohishiga ergashganlar payg'ambar mirasiga mirasxo'rlik qilinmaydi devadı. Rasulullohning hadisida ko'rdik bir hadisda Rasululloh Salman minna alal. Salman biz Ali Beyt'in. Salman degan kim? O Paris Arab emas hatta. Millatim Arab emas, ammo biz Ali Beyt'in devadı. Yani peygamberinin varisi kim o? Bu yolun varisi kim o dese bizden bir qandın bo'lgan yoki bir tildi so'zlaydigan yoki bir havoda nafaslangan bir o'stangni sunishgan odamlar emas. Tabiiyki ular bu yo'lda menib qolsa, tabiha va ne'mat. Ammo kim o desa, mush yo'lning haqiqiy ta'limotini hayotiga uyg'ulganlar. O kim bo'lsin? O kim bo'lsin? Yuqorqi İbrahim aleyhisselam'ın vaqaligini aldık. Resulullah'ın hadisini aldık. Nuh aleyhisselam'ın bir vaqalik var bu haqda. Nuh aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'ala ehlini qutquzishga va'da berdi. To'pan balasi kelib, balasining iqib ketayotganini ko'rdi. Dedi ki: "Va nada Nuhun robbahu faqala robbi inna ibni min ahli." Ey Rabbim, balam mening oilamdan. Va inna va'dakal haq. Sening va'dan haq dedi. Allah javoban nim dedi shu vaqtida? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Osman balan emas dedi. Osman balan yani ailem innahu laysa min ahlik degani Osman ailen emas Osman dedi. Balası ama ailesi emas. Yani tava emas. Qarindoshlar bir nuqtani qo'ysin. Bu yol tavallik, bu yol mirasxo'rligi bir odamningki nasibi takrorladim bu so'zni. Nasab, qon, til bunun da asas emas. Belki mush yo'lga mirasxo'rlik qilib, bu yo'lning ta'limotini hayotiga tatbiqlamaslik bu yo'lda mansubiyat ifodasi. O qaysi millatdan kimdan bo'lsin? Mana bizga Qur'on davatgan yo'l hamrohlarining sifati. Bu yo'l mirasxo'rlarining sifati. Qur'on bizga davatgani bu. Masalan, yana bir o'rinda qarasak, İbrahim aleyhissalatu vesselam Mekke ahliga shu Baytullohni sap bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taoladan rizq tilab nim dedi. Va iz qala İbrahimu
Sura Baqara'nın 126. ayette. Ve iz qala İbrahim Rabbic'al hâzâ beleden âminen verzuk ehlehu mine's-semerâti men âmene minhum. Bu şehirni emin qısla. Bu şehirning ehlidan iman etqanlarga rizq bəslə dedi. Allah subhanahu ve taala qanday ijobat qildi bu duoni? Ya mu'minga rizq berme, kafirga rizq berme. Qala ve men kafara fa umatti'u. Nimishqa? Çünkü maddi rizq esingda bo'lsin. Mu'min ve kafir o'xshash. Çünkü ikkilisini dunyoga Alloh ekelgan. Ma'naviy rizq deganimiz yani to'g'ri yo'l. Bu manhajga merosxo'rlik qilish, bu dinga varislik qilish, bu mushu yo'l o'zgartib o'tmasdan, yo'ldan chiqib ketmasdan, mushu yo'lni tutib mangallarga oid, mangallarga tava, onunki nasibi, qon, til, millat hammasi bu yerda ikkilamchi o'rinda. Asosiy mushu yo'lni tutib mangallar bu yo'lning merosxo'rlari hisoblanadi. Masalan, qarab baqsaq, İbrahim alayhissalatu vesselam bu tevhid yolunu açtı. Az bir kısım adamlara geçti. Ondan keyin bulama hatalaştı. Musa aleyhisselam geldi. Bunun az bir kısım adamlara geçti. Onun keyninden İsa aleyhisselam geldi. Dinimizdeki İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselamın ergeç kişilerinin ki maddizm iddiasını oңşaş için geldi. Bular yani yoldan çıktı. Demek yoldan çıqqanlar asli yol sahiplerine, yol başlarına tava emas ular. Gerçi nasab cihette ve başka cihette onun ustası mı? Yoldan çıqqanlar o yolun asli başlamçılığı tava emas. Ehli kitaplar, meyli Hristiyan Yahudi olsun, İbrahim Aleyhisselam'a tava emas. İbrahim Aleyhisselam'ın tavaliki mi? Bu peygamber Muhammed Aleyhisselam ve bunun ümmeti biz ümmeti Muhammediye. Bugün vaqt münasebeti bilan müşahede to'xtaymiz. İnşallah Allah nasip qilsa kelasi soatlik darsda 69. oyatni boshlaymiz. Kelasi soatlik darsda kurashgacha hammani Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.